Demak, operatsiya birinchi yarmisi, ya'ni birinchi qismi tugadi. Demak, bemorda qizil o'ngach teshik kurrofiya, ya'ni tikilgan, mana qizil o'ngach ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu funduplikatsion manjeta. Bu yerda o'sha Nissen funduplikatsiya deyiladi. Mana shunaqa uslubda 360 gradus как manjet-sifon sifatida oshqozon tikildi. Albatta savol berish mumkin, nima uchun bu uslubda qilingan? Avvalambor bemor yosh. Bu operatsiyani uzoq muddatli natijali nisbatan boshqa turga qaraganda yaxshiroq kuzatiladi va undan tashqari bemorda gastroezofageal reflux belgilari ko'proq bo'lgan. Ya'ni oshqozondagi qizil o'ngachga klapan yaxshi ishlamagani tufayli oshqozon shirrasi qizil o'ngachga o'tib ketadi. Shu tufayli bu operatsiya bajarildi. Endi hozir bu operatsiya tugashi bilan keyingi bu o'tqopni olib tashlashga o'tamiz. Xohlasa, uni ham kuzatsanglar bo'ladi.